Hammaga salom bo'ldi. Boshlab oldik. Sizlar bilan Esonboyev. Qanaqa o'sha bugungi Frankada o'qiganmiz zo'rlar. O'qiyapti. Necha tushib beradi ekan a? Bittalik ko'p bo'lmasa. Video uchun bir dangal tushib bor. 60 ga jon. No, yaxshi. 96 tushdi. Sotamiz. Bizda 97 balans bor. Qotib qoldim. Bugun только 19 talikdan ochamiz. Balans bor. Katta xavf tortmayapmiz. 19 talikdan. Kichik xavf qilamiz. Tektali. Tabtali. Nez tushadi ekan. O 8 tushsa ham foiz katta. Endi yaxshi. 8 tushishi. Nechtalidan o'tsam ekan a? Zon 7. 19 talidan ocha olmayman ekan. 79 balansga o'tamiz. 0.2% tushishi bor bitta 600 dan. Mana shuni tushib yuborsam, xuyet qilaman boru. Necha bu? Voy, xarosh bo'ldi. 2 tushib yubordi-yu, jalla. Nechtalidan otdim? 79 talidan. Qaysi biri tushdi? Mana bu tushdi. 1% ekan. Bu yaxshi. Yo'qdan ko'ra bor. Bolalar keyin kommentga yozsanglar, qanaqa kesdan ochishimni ochaman. Balans yetsa bo'ldi, shunga qarab ochaman. Bolalar aytib ketinglar, keyin like, obuna bosib boramiz bolalar. No, 2 tushyordi, o'ta go'zal.
Bo'ldi. Ikkinchi akkauntga promokod bor, keyin ochaman uni. Videoni o'chiramiz bo'ldi, keyin videoni yoqqan paytim ikkinchi akkauntni ochamiz. Bo'ldi, videoni yoqib oldik. Boyagi 200 ni sotdim. 150 tanlidan ochyapman. Ana necha ekan? Bu 2000 mi? Va хорош. Buni statriyagacha bo'ldi. 2000 da. По-братски. Qaranglar. Yo'q, buni statriyagini qo'ymabdi. Va bular tushgandami? 50 ga tushar ekan bo'ldi. 1%. Voy, bu yidiradi ekan, pastiga qaramabmiz bo'ldi uni. U 5% ekan. 350 ekan narxi. Mana 350 ekan daraxt. Uni olib qo'yamiz. Videoni bir 15 minutlik qilib olish kerak. Keyin bizdan bilpas ham ko'tarilishiga ozgina qoldi-yu, adashmasam. Bugun ko'tara olamizmi yo ertaga? Shuni ham bir qarash kerak. Buni telefon qotib qolyapti. Hali dahshat bo'lyapti. Men qopti vallahi men. Qotib qolyapti. Buldirov ishlamayapti. Buldirov ishlamayapti. Bolalar qaranglar, hozir короче 40 yursiga otdim. 129 tushyapti-yu. Sal buldirov ishlamay qoldi. Mana hisobiga tushyapti bu. Mana shu tushyapti-da, bolalar. 129 yursiga tushyapti. Qoyil. Viktor kelsa nechtalik kes? Bilganlar kommentga aytib yuboringlar. 40 yursangiz masalan 60 yursang 79 talikmi, 70 talikmi kes короче-da. Pizdes berib yubordi. Bizda 463 balans bu. Ikkinchi akkauntga promokod jo'ram olmoqchi edi. Shuni kutib turibman. Hozir uni ham ulab qo'yib yuboraman video qilib. Buni ochsam azart bilan yo'q qilib yuboraman. Shuning uchun kod qilib turibmiz. Upgrade qilamiz, xo'p, mayli. Ishlamayapti. Nechini upgrade qilay? Davay bitamiz valla. No 30da 50 ga tikaman. Kechagida mana arjada bitamiz. 57% bilan ochib bosamiz. Ko'mina o'xshadi. Endi buni 50 ni nechiga upgrade qilay? To'xtanglar.
Endi bitamiz. Bu 35'niyam 30niyam yana shunga upgrade qilib ko'ramiz. Endi o'xshamaydi. Ko'ngil sezyapti deydi. Yo, 50 ga. Endi o'xshamaydi, ketdi. Aytdim-u, qolib ketdi. Endi o'xshamaydi. Aytdim-u, vallahi nima dedim? Bitta o'xshagan narsa ikkinchi o'xshamaydi. Buni sotmayman, to'xtanglar. Hmm, 50 ni nechiga? 90 ga qilaymi kechada? 90 ga davay, 90 ga o'xshab bersa yaxshi. 50 ga kifoya. Voy, bekor bosvordim-e. Voy, tush, davay, buldurib. Voy, o'xshamadi. Voy, kesotsam bo'larkan. Narva o'ynaymiz. Nima necha bo'lib ketdi? 23 bo'lib ketdi. Yana shu upgrade'da. Men qo'lim o'zi upgrade'ga ketib qolyapti bo'ldi. 24 butun necha? 06 06 Go, nima bo'lsa bo'ldi. 50 ga tikaman, farqi yo'q. Oqqizadi. 57% bilan tushib qolar. 50. Agar o'xshasa 99 ta olib o'tamiz. Ketdi go. Bittasi ham to'lmadi-yu, bolalar. Bittasi ham to'lmadi-yu. Upgrade itaryapti bolalar. Double passga ham dahuya kerak-ku. Desam, mayda keslarni otaylik. Video necha minut bo'ldi? 13 minut qo'ydi bolalar. Bitta ochib o'chiramiz. Qanaqa kesni ochay? Sizlar aytsanglar bolalar. Aytgan kesinglar ochaman. 0.5%. Yaxshimi bu? Yaxshi. Bola hammalarga qayr, video cho'zilib ketyapti bolalar. 15 minutdan keyin o'tmaslik kerak ekan video. Hammalarga xayr bo'ldi, sizlar bilan Isombek.